Kim aytgan labbayka Allohumma labbayk deb? Yo'q. Labbayka Allohumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk. Innal hamd laka val mulk la sharika lak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ashaddiy dushman aytgan. Hijriy 7-yil. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam Makkada 7-hijriy yilda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Rimga va Majidga, Iskraga xat yozadi. Mamlakatni boshchilariga xat yozadi. Majid degan bir shaharda Sumama ibn Usal degan odam podshoh bo'lgan. Ali xatni olib va o'sha kunlardan boshlab sahobalarning ko'pchiligini o'ltirib yuborgan kunlari bo'lgan ekan. Sumama ibn Usal bir kuni Allohning qudrati bilan Majid shahridan Makkaga yo'l oldi. Umra qilishlik niyatida. Madinadan o'tayotgan vaqtida buni sahobalar ushlab oldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi baylangan odamni ko'rib, kim buni bayladi? Bilasizlarmi bu kim desa, yo'q deydi. Sumama ibn Usal bu deydi. O'sha zahoti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylariga qaytib borib, uyda nimaki bor bo'lsa yeydigan narsa olib chiq deydi. Ertasiga yana kelganda, ishlaring qanday bo'lyapti? Qandaysan? Ahvoling qanday seni? Desa, yaxshi deydi. Hozir qo'yib yuborsang, men xohlagan narsangni dedi, mamlakatimdan senga jo'natib beraman dedi. Sen xohlagan narsangni dedi. U mahalda o'sha Sumama ibn Usal yashayotgan mamlakatlarga buday eksport qiladigan glavniy mamlakat o'sha Sumama ibn Usal boshqarib turgan mamlakat edi. Ikkinchi kuni ham ketdi. Uchinchi kuni qandaysan dedi. Ahvoling qanday deganda yaxshi dedi. Sahobalarga aytib qo'yib yuboringlar dedi. To'rt tomonning qilib ketaver dedi. Sumama o'zi ushlab olganda sahobalardan bittasini. Bu darajada uni qonini to'yg'izmardi. U qandaysan deb so'ramardi-da, to'g'rimi? Madinadan chiqib ketib, bir yerda g'usl qildi. G'usl qilib qaytib keldi keyin. Men senday zotni ko'rmaganman dedi. Ilgari juda yomon ko'rardim. Bu mamlakatingni ham juda yomon ko'rardim dedi. Hozir dedi, yaxshi ko'rib qoldim dedi. Men diningni qabul qilaman dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deb islom dinini qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sumama ibn Usalga qulluq bo'lsin islom dini shu darajadagi din deb din to'g'risida kishini tushuntirma berdi Sumama ibn Usalga. Va Sumama ibn Usaldan aka so'radi. Sen o'zi qayerga ketayotgan eding? Sen bu yerga qanday kelib qolding? Qayerga ketayotgan eding deb so'radi. Men umraga ketayotgan edim. Makkaga umraga borar ekan. Mayli dedi, bor dedi. Lekin dedi, sizlardagi urf-odatni bilaman dedi, o'sha urf-odatlarni qilmaysan dedi. Sen musulmonsan, endi musulmon dinini qabul qilganingdan keyin sen hozir Makkadan chiqib ketayotganingda dedi, g'usl qilib olib ket dedi. Madinaga yetganingcha dedi, Ka'bani ko'rgangachayin dedi. Labbaykani aytib ketgin dedi. Labbayka Allohumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, innal hamd laka val mulk la sharika lak deb aytib ketgin deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Payg'ambarimiz sallam o'rgatib qo'ydi Sumamaga. Va Sumama haligini aytib ketar ekan, Makkaga yaqin qolganda o'ltirmoqchi bo'lib odamlar chiqdi. O'shada odamlar chiqib o'ltirmoqchi bo'ladiki, qaraydiki, Sumama ibn Usal hammasi taniydi uni.
Bir mamlakatni juda danqib ketgan mamlakatni podshosi, qo'lida bor odam, uni o'ltirib yuboradigan bo'lsak, bizga bug'doy jo'natmay qo'yadi deb haligini o'ltirmadi. Usmon ibn Musal shunday qilib Makkaga yetib borib, Ka'bani ko'rgandan keyin labbayka Allohumma labbayk deb aytishlikni to'xtatdi. Sizlar dedi Muhammad alayhisalomni bu yerdan quvib chiqqansizlar dedi. Agar sizlar islom dinini qabul qilmaydigan bo'lsanglar, sizlarga men bug'doy jo'natmayman deb elga aytib qo'ydi biroz. Va o'zini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rgatganday qilib umrani qildi-da, orqaga qaytib ketdi. 3-4 kun mamlakatga Makka, Madinaga, Makkaga bug'doy eksport bo'lgan yo'q-da, kelgan yo'q bug'doy. 3-4 kun kelgan yo'q. Ocharchilik boshlandi, bug'doy narxi juda balachoqqa chiqib ketdi. Shu vaqtda Makka podsholari Muhammad alayhisalomga xat yozdi. Sumomaga aytib qo'ygun bizga bug'doy jo'natsin dedi. Muhammad alayhisalom Sumomaga xat yozdi. Voy dedi, unday qilma dedi. Musulmon odam unday bo'lmaydi dedi. Qaranglar, musulmon odam unday bo'lmaydi dedi. Sen dedi, bug'doy jo'natding dedi Makkaga dedi. 7-hijriy yil. 8-hijriy yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tgandagi qilinmagan umralarini birinchi marta umraga borib Makkaga bordi. Birinchi marta Makkaga 8-yil borgan. 9-yili hijriy yilda 9-yilida Muhammad alayhisalom Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan birinchi marta hoji va umrani qilib kelgan. Tushunarlimi? Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Keyingilikda so'rayman muhtaram jamoat. Inshaalloh iloji bo'lsa yozib olinglar.